Gülbergi Anıballar Turmuş Sarayı'nınki bugün resmi açılış murasimini ötküzüp aldık ortalıqqa. Nurg'un dostlarımız kelip açılış murasimine qatnashmadi. Bugün açılış murasimi shunday qizib ketdi. Bunun ustiga shu Gülbergi şirketini qurgan şirket xodimlari kelib, nurg'un bolalarga maslahatlar berib, tushuncha berib qildi. Mush bilan bugun yurakni besib ko'plab bir taqib qo'ygan bo'lsanglar, Shinxon ayimizga Gülbergi Anıballar Turmuş Sarayı'nınki qurilganligini, bugün açılış murasimini bo'lganligini, ichida shunday bolalarimizga, onalarga maskildigan yaxshi import mahsulotlarning borligini bir bilib qolgan bo'lsa, Emsahana mübarek bo'lsin, do'konlar choplar. Ama şirketten kelgan. Şirket nasıl? Ondan qalsın mana qilayli. Bu Shinxonlik do'stlarimiz shu do'kon qanday mahsulotlar bor bir bilib qolgan bo'lsa, bir tushuntirib beringlar. Gülbergi Anıballar Turmuş Sarayımızda asaslıqı şu ballarınki import qilingan ozuqlari, anandaki paraşıkları, anandan sat yana bizninki şu import qilgan asaslıqı şu ballarınki zakılardan tatib, hatta şu analarınki tug'utdan burun tayyorlik qilgan yeydigan şularning ozuqlari, anandaki ballarning kiyim-kechak, ondan başqa yana şu bal tug'ilib bo'lgandan keyin ballarning yeydigan ozuqlarni tatib hammasi to'liq. Andan keyin asaslıqı biz şu bütün davlatninki har qaysi endi eng yaxshi markalarninki eng yaxshi sifatli narsalarni agirdik. Shunlashqa shu Shinxon ayisidagi barliq amaldor ayollar yoki bolasi tug'ilib bo'lgan yangi onalar bo'lib qolsa, sizlarningki qandaq narsaga bo'lgan ehtiyojinglar bo'lib qolsa, shu do'konimiz qadam tashrif qilib, ko'rib beqishinglarni umid qilamiz. Kelsanglar sizlarningki har qaysi hojatinglardan chiqa olamiz. Ham shundaqla shu kelgandan keyin bizningki shu do'konimizni ochgan shu Arzugul xonim sizlarningki har qanday masalalaringizga maslahat bera oladi. Agar sizlar yo'liqib o'zinglar hal qilolmagan masalalar yo'liqib qolsanglar, kelsanglar, anikin biz bilan bugun kelsanglar texi yaxshi. Agar biz ketib qolib qolsak, kelgandan keyin yana telefon orqali paranglashib, qanday masalalar bo'lsa, biz shu o'zimning doktor bo'lish sifatim bilan sizlarga har qanday maslahatni bera olaman. Shunlashqa hammanglarning qadam qashir qilishini chin ko'ngildan umid qilaman. Hammanglarga rahmat. Asldan bir savol sorsam bo'ladimi? Altan shu sizlar doktor kellar. Hozir shu Gülbergi Anıballar Turmuş Sarayı'nı bütün Şinjan'a tarmoqlarni echib taraqqi qilmayaptilar. Endi bu doktorlik kasbini tashlab, endi bu kasbga o'tib qolganlar boshqa bir shu ekranlik do'stlarimiz Shinxonlikni bir bilib qolsa bo'ladimi? Men o'zimningki kasbi bo'lsa ras doktor. Men 2017-yilda o'qish bitirib, Beijingda bankni bitirib bo'lgandan keyin kelib 3 yil xizmat etdim-chu. Andan keyin 3 yil xizmat etish jarayonida to'y qildim, birinchi balam bo'ldi. Andan keyin shu xizmat qilish jarayonida bo'lsin, ma'lum bola beqish jarayonida bo'lsin, nurg'un masalalarga uchrab ketdim. O'zimning bolasini shu yetaklash jarayonida menga o'xshash shundaq bir yangidan ana bo'lganlarningki masalalarning haqiqatan jiqligini his qildim-da. Andan keyin shu o'zimningki shu kasbiy bilimimning tazim yetishmayligini his qilib, andan keyin aspirantlik imtihon berdim. Ondan keyin Urumchininki shu tibbiy universitetga kelib aspirantlik kasbini bitiribdim. O'qish bitirib bo'lgandan keyin yana bir 2 yil xizmat etdim. Mushinchik cho'q yo'llarni shu qadam besib kelib, oxirida eng his qilganim bola boqmoq haqiqatan tezga. Chunki endi men o'zim bir doktor bo'lish sifatim bilan shu bolani beqish jarayonida uchragan masalalarga qarab, bu odatdagi endi bizning bu doktorlik bo'lmagan, yangi bo'lgan onalarning bu nurg'un masalalarga uchraydiganini his qilib yetdim. Chunki hozir endi bir bolani beqish endi burun zaman ras o'xshamaydi ekan. Chunki bolaninki har qaysi jihatlardan nurg'un narsalarga bo'lgan ehtiyoj bo'ldi. Bu ehtiyojni qondirimiz deyish uchun biz izlanadiganmiz, chiqlardan so'raydiganmiz. Shu narsani men his qilib yetib, to'xta, men o'zimning kasbim shu, uning o'ziga atrofimga nurg'un yangi onalarga nurg'un bir yangi narsalarni uqtirib qila oladiganman. Ham burundan tatib yo'lishimizdan keyin ham shunday bir igilik tiklash orzuyimiz bor. Shunga doktorxonamni nurg'un jabbalarini tatdim ishlash jarayonida. Igilik tiklashning jabbasini tonib yetdim. Shu jarayonda andan keyin biz o'zimiz bir marka qurib, shu bir onalarga kichkin bo'lsin o'zimizningki bir qo'limizdan kelishicha bir yordam qilaylik deb Urumchiga bosh do'konni boshlagandik. Shu bir yo'lga kirib 2 yil bo'ldi. Mana 2 yildan yog'i Şinjan'ın yerlarda 13 tarmoq do'konimiz ichilibdi. Uning ustiga shu do'konlarni ochgan qaysi shu yangi onalar bo'lsin, shu do'konlarning qurg'uvchisi eng to'yon bo'lganda shu tarjimon kasbidan tatib toki to'liq kurs bankigacha bo'lgan onalar hammasi o'zining bolasi bo'lgandan keyin shu masalani tonib yetib bizga ergishib shu yo'lda manganlar. Shu men o'ylayman shu bizningki ochgan har bir do'konningki shu globallar bo'lsin, hammasi bir-biridan shunchalik tirishchan, izlanishchan yoshlar. Bular shu izlanish yo'lda nurg'un bilimlarni o'rganib, nurg'un onalarga nurg'un bilimlarni o'rgatdik. Shunlashqa men ishlaymanki bizning bu markaningki bundan keyin texmo gullab ketishiga, texmo ro'naq tepishini ham chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat. Onda olib qolsa, o'rtoqlar, bugun rasmiy shu Gülbergi Anıballar Turmuş Sarayı ochildi, ochilish murosimi bo'lib ketdi. Mana shirkat mas'ulimi shunday yaxshi gapirdi, bir kasb tashlab, ma kasb taraf qildirib. Demak, endi shu bütün tarmoq do'koniga Gülbergi'ni echib atganlar, hammasi kasb
egisi. Hesapta hemmesi şu ali ma'lumotli, mush kasb tushunadigan bolalar va 5 bal beqib baqqan odamlar aytib qo'y hesapda. Unda olib qolsam mush Gulbergi anbal turmush sarayninki maqsadini ishiltib baqsaq bo'ldi, ko'rib baqsaq bo'ldi, boshqani majab tanlab ketib bir berib ishiltib ko'rib kelsak bo'ldi degan do'stlarimiz bugundan boshlab hamsa jonliq kelsanglar bo'ldi. Ko'plar bir taqib qo'yinglar. Mushtaq ichish murosimining bo'lganligini, mush do'konni qo'yg'uchining mushaq kasbi bilim ega odamninki boshib mang'durayotganligini bir atrofimiz onalar bir bilib qolsinlarmi? Amillar onlarning maqsadlari bor ekan, andan keyin tug'ib bo'lgandan keyin bolalarning bor ekan, onlarga qolsa foydalanib qolsanglar bo'ladi. Bu yana adresi, mush 90 ayimizdagi Gulroz to'ygirim to'y so'rashlik o'rnidan keyin mush ostiga joylashgan Gulbergi ona bolalar turmush saroyi shu. Ya koni pochtaxonaning joyi saqlay shu, kelishni unutib qolmanglar, sizlarni saqlaymiz hamsa. Xayr xo'sh. Xo'sh.